Haydovchilik guvohnomasini olishim menga nech pulga tushdi? Давайте sanab chiqamiz. Birinchi bo'lib avtomaktabda o'qib chiqish kerak. U 4,5 oy davom etadi va butun kurs 6 million edi. Bundan tashqari spravka ham kerak. U где-то 400 ming atrofida. Sal vaqt o'tib ketdi. Shuning uchun men ekspress kurslarni topishga qaror qildim va avtotestga tayyorlov degan joyga 7 kun bordim. Har kuni 1-2 soatdan shug'ullandim va bu kurs 1,5 million edi. O'rtog'im bilan birga imtihonga bordik va ikkalamiz ham topshirdik. Aytgancha imtihonga ham 1 million to'ladim. Test topshirganingizdan keyin amaliy imtihon topshirishingizga 2 oy srok berilar ekan. Agar 2 oy ichida topshirmasangiz, testni yana boshdan topshirasiz. 2 hafta qolganda mavajeniga chiqishni boshladim. 2 marta o'qituvchini o'zgartirdim. Birinchi o'qituvchida 2 soat shug'ullandim, 200 mingdan. Ikkinchi o'qituvchida 150 mingdan yana 2 soat shug'ullandim. Keyin yana boshqa instruktor topdim. Prava kerakmi degan Instagramlari bor. Men ularga где-то 3-4 kuncha bordim. Soatiga 250 ming edi. 1,5 millioncha to'ladim. Keyin imtihonga bordim va topshirib keldim. Imtihonga 1 million 200 to'ladim. Amaliy imtihonni ham, testni ham bitta urinishda topshirdim. Agar unaqa bo'lmaganda yana ham ko'proq to'lagan bo'lardim. Ertasi kuni yagona darsga bordim. 280 ming pravamni olish uchun to'ladim. Bir kunda menga chiqarib berishdi. Shunaqa qilib haydovchilik guvohnomasi 12 million 580 mingga tushibdi. Agar siz videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyga qizil smayliklarni yuboring.